Agar siz sex kirishiga yoki 100 kW invertorga, generator, AVRga yoki transformatorga yaqin shitga oddiy avtomat qo'ysangiz, qisqa tutashuv paytida 20-30 kA tok chiqishi mumkin. Shunda avtomat uzadimi? Yoki kontakt yopishib, ichi qizib, shina kuyib, yog'i xavfi chiqadimi? Aslida avtomat o'chirgichni tanlashda uning nominal toki, uzish qobiliyati, kuchlanishi, qutblar soni, 3 polyus yoki 4 polyusligi, ichki detallari sifati kabi muhim jihatlar e'tiborga olinishi zarur. Assalomu alaykum do'stlar, men Zoir Kenjayev. Bugun biz siz bilan elektr qalqonining og'ir artilleriyasi MCCB Molded Cases Circuit Breaker, ruscha avtomatiskiy включатель yoki xalq tilida litiy korpusli avtomat o'chirgich haqida gaplashamiz. Ko'pchilik ularni oddiy modulli MCB bilan almashtirib yuboradi yoki qachon va qaysi birini ishlatishni bilmaydi. Bugun qo'limizdagi Etek Electric brendining MCCB modullari misolida pasport va korpusdagi yozuvlar nimani anglatadi, qanday tanlanadi, qayerda shart, qayerda 3 polyus, qayerda 4 polyus kabi savollarga javob izlaymiz. Sizga bu mavzu qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring va albatta tanishlarga ulashib qo'ying. Biz esa boshladik. Birinchi bo'lim MCB va MCCB farqi. Qachon qaysi biri? MCB uy va guruh liniyalari uchun kichik avtomat. MCCB bu obyektning asosiy himoyasi. Kirishda, katta taqsimotda, shina boshida turadigan katta avtomat. Asosiy farqi nimada? Tok kuchi. Oddiy MCB avtomatlarda 63 amperdan 125 ampergacha bo'ladi odatda. Etek MCCBlarda esa 2000 ampergacha bo'ladi, yuklamalarni boshqara oladi. Ikkinchi uzish qobiliyati ECU. Bu eng muhim farq. Oddiy avtomatlarda qisqa tutashuvlarda 4,5, 6, 10 kA tokni uzishga mo'ljallangan bo'lsa, MCCBlar, masalan, EKM7 seriyasida 100 kA bo'lgan zarbalarga bardosh beradi. Uchinchisi bu sozlamalar. MCBda xarakteristika o'zgarmaydi. B, C, D klasslarga ajraladi xolos. MCCBda esa asosiy termik va magnit himoya o'zingizga moslab sozlashingiz mumkin bo'ladi. Oddiy avtomatni 4-5 marta katta tokda ajratgach almashtirish kerak. MCCBlarda esa o'nlab marta og'ir avariyalardan keyin ham ishlashga mo'ljallangan. MCCBni qayerda ishlatish majburiy degan savol. Javob: sanoat korxonalari, katta savdo markazlari va ko'p qavatli binolarning asosiy kirish qismida foydalanish kerak. Chunki u yerda qisqa tutashuv toki juda yuqori bo'lishi mumkin. Ikkinchi bo'lim pasportdagi va korpusdagi muhim yozuvlar. Xo'p, avtomatni ochdik, nimalar chiqishini bir ko'rib olaylik. Biz oldin ochuvdik. Shuning uchun ham men ko'rsataman. Demak, bu ushlagich, держатель deymizmi? Xo'p. Gabarit. Keyin bu paketda bo'ladi. Qotirish uchun bolt gaykalari va izolyatorlari bu yoqqa joylashtirish uchun. Bu juda ham muhim. Va muhim narsa, bundan foydalanish bo'yicha instruksiya chiqadi. Mana albatta o'qib chiqishni tavsiya etaman. Bu yerda siz to'g'ri saytga kirasiz, skaner qiladigan bo'lsangiz, bu yerda uning ko'tarish qobiliyati, qaysi kategoriyaga kirishi, qancha amperda ko'tara olishi yoki bo'lmasa qanday korpusi, qanday tuzilganlik haqida va undan qanday foydalanish bo'yicha ma'lumotlar chiqqan. Albatta bu bilan tanishib chiqish kerak. Birinchi bo'lib modeliga qaraymiz. Masalan, CAM1 400S 30400. Bu nimani bildiradi? Uning modeli necha voltga mo'ljallangani, necha polyusli ekanligi haqida ma'lumot beradi. Xo'p, undan keyingisi nominal toki. Mana EN 400 amper. Bu yerda etek avtomatlarda asosan 125 dan to 2000 ampergacha bo'lishi mumkin. Bu masalan 400 amperlik. Bu yerda ham yozilgan, bu yerda ham yozilgan. Bu nominal ko'tarish toki. Undan keyingi kuchlanishlar UI, UE, U impuls yozilgan. UE bu uning qaysi tarmoqda ishlatishga mo'ljallanganligi. Masalan, 400 voltga 50 Hz yozilgan. Bu bizni 3 faza 380 400 volt uchun 50 Hz uchun mo'ljallanganligi. UE nima? 800 volt bu zaxira kuchlanishi deb tushunsangiz bo'ladi. U impuls 8 kilovolt. Bu qandaydir bir chaqmoq impuls bo'lgan paytda avtomatning ko'tara oladigan voltini bildiradi. Lekin muhim narsa, bu bor ekan, impulsdan himoya avtomatda bor ekan deb uzib qo'ymasdan ketmanglar. AC uzibning vazifasi bu boshqa. Xo'p, dalshi bu yoqda ko'radigan bo'lsak, yana bitta qiziq narsa bor. I10EN. Bu nima?
Bu nominal tokidan 10 barobar oshgunicha bu avtomat chidab bera oladigan tok degani. Shu korotkий bo'lgan paytida. Undan keyin ESU bor 50 kiloamper, ESQ bor 35 kiloamper. Bu 50 kiloamper deganimiz bu avtomat mana shu 50 kiloamper korotkий bo'lgandan keyin boshqa ishlamaydi degani. 35 kiloamper bu o'sha holatda korotkiydan keyin ham yana ishlashi mumkin degani. Bu avtomat modelidan kelib chiqqan holatda 18 ga 25 yoki 13 ga 18, 35 ga 25, 50 ga 35 bo'lib farqlanadi. Bu avtomatni transformatordan qanchalik uzoqda turganiga qarab tanlanadi. Agar transformatorga yaqin bo'lgan bo'lsa yoki katta kuchlanishli motorlar yoki quvvatlar bo'ladigan bo'lsa, kattaroq kiloamperlar tanlashimiz kerak bo'ladi. Keyingi muhim narsa EC60947/2. Bu MCCB avtomatlar uchun xalqaro standart, ya'ni sanoat zonalariga ishlatishga mumkin degani. Kat A bu MCCB'ning yana bitta klassifikatsiyasi va xalqaro standartlar modullari. Xo'p, bu yerda qaraydigan bo'lsak, line 135 bu kirishdagi A, B, C faza bo'ladigan bo'lsa, 2, 4, 6 load turib, ya'ni nagruziga chiqib ketish. Bu uni ishlayotganligini bildiruvchi signal tochkasi on off, bu qo'shilish va o'chirish. Pastga bossak, o'chirilib turgan holatda. Korpus litiy korpus hisoblanadi. Mana mustahkamlik darajasi. Xo'p, endi uzish qobiliyatiga qaraydigan bo'lsak, masalan, bu 63 amperlik avtomat, lekin 10 kiloamperga 15 kiloamper deyilgan. Bu uyimizga foydalanishga bo'ladigan hisoblanadi. Xo'p, bu yoqda qaraydigan bo'lsak, bu sal kattaroq nominalda 100 amperga mo'ljallangan va ko'tarish qobiliyati 15 kiloamperga 18 kiloamper. Lekin sozlash mumkin holatda bu yerda kuchlanishdan kelib chiqib bir faza uchun 30 ga 20 kiloamperga, 3 faza uchun 18 ga 25 kiloamperga mo'ljallangan formati. Undan keyingisi bu 160 amperga mo'ljallangan va 18 kiloamperga 25 kiloamper invertorlarga foydalansa bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi sanoat zonalari uchun mana 400 amperligi 35 kiloamperga 50 kiloamper. Buni tanlashda albatta adashmang. Uchinchi bo'lim himoya turlari termik, magnit va elektron. Qaysi biri qayerda? Etik brendida 3 xil asosiy MCCB bor. Shularga to'xtaladigan bo'lsak, birinchisi o'zgarmas, standart zavod sozlamalari bilan. Ikkinchisi sozlanuvchi termik issiqlik va magnit tezkor uzish parametrlarini burag'ichlar orqali moslashtirish mumkin. Uchinchisi elektron, eng aniq va aqlli turi. Bunda mikrosxema tokni nazorat qiladi va xatolik minimal bo'ladi. Masalan, EKM8 termomagnit fixed modelida oddiy, ishonchli ko'p obyektlarda ishlatiladi. Nominal toki 125 dan 2000 ampergacha boradi. Kirishda oddiy shit yig'ish talab qilinadigan joylar uchun ma'qul. EKM8 ta termomagnetic double adjustable. Bu modelda sozlamalar bor. Masalan, pastdagi MCB avariyada tez ishlasin, tepada turgan MCCB esa hammasini o'chirib yubormasin, balki nozik joylarda ishlasin deb ishlatishingiz mumkin va nozik shitlarni yig'ishda foydalanasiz. Shuningdek, EKM8 electronic adjustable. Bu professional daraja sozlash aniqligi, himoya logistik yaxshiroq bo'ladi. EKM8 180 dan 2000 ampergacha famerlarda uchraydi, ya'ni korpuslarda uchraydi. 3 polius, 4 poliusli variantlari bor. Katta obyektlar, generatorlar, ATS, fotoelektrik stansiya, invertorlar, murakkab taqsimot liniyalari uchun aynan zo'r yechim hisoblanadi. 4-bo'lim. Qaysi joyda qaysi kiloamper tanlaymiz? O'zbekistonda ko'p obyektlar 0.4 kilovolt tarmoqdan transformator orqali ishlaydi. Transformatorga yaqin bo'lsangiz, albatta qisqa tutashuv toki ham katta bo'ladi. Shuning uchun MCCB tanlashda birinchi savol amper necha emas, kiloamper yetadimi? Masalan, 630 kV transformatorda Z6%. Transformatorning nominal tokini aniqlaymiz. 630 bo'lingan 173.04 bu 909 amper. Transformator chiqishiga juda yaqin nuqtasida qisqa tutashish toki, demak 15 kiloamper atrofida bo'ladi. Bu holatda kamida 18-25 kiloamper segmentdagi avtomat qo'yish kerak. Masalan, etek avtomatining S yoki H kategoriyali 25 ga 18 kiloamperligini mos keladi. Yuklamaga qarab nominal toki tanlanadi albatta. Katta yuklamalarda 400 volt bo'yicha 50 ga 35, 65 ga 50, 85 ga 50 kabi darajalardagi avtomatlarni ham tanlash mumkin. 5-eng ko'p so'raladigan savol. 3 poliuslimi yoki
4 bo'lislimi? Bu savol O'zbekistonda juda muhim, chunki tarmoqlar turlari TNS, TNC, TNCS, TT, zazimleniyalar. Kamida generator, aver yoki quyosh panellari, invertorlar ulangan. Oddiy 3 fazali tarmoqda neytralni uzish shart bo'lmagan joylarda TNC, TNCS tizimlarda neytral barqaror alohida N shina bor. To'liq ajratish talab qilinmagan bo'lsa, 3 polyusli yetarli. Ko'p ishlab chiqarish obyektlari kirishida 3 polyus ishlaydi. 4 polyus qachon kerak bo'ladi? TT tizimi bo'lsa, generator, UPS, aver bilan ishlaganda neytralni qaytarib kelish ehtimoli xavfi bor bo'ladigan bo'lsa, invertor plus aver gibrid sxemalar bo'lsa, ba'zi holatlarda neytralni alohida ajratish talab etiladi. Aynan xizmat ko'rsatishda ham to'liq ajratish talab qilinadigan joylar bo'ladigan bo'lsa, albatta 4 polyusli avtomat qo'yish kerak bo'ladi. Nominalni qanday tanlaymiz? Albatta obyektning to'liq texnik shartlari yoki loyiha bilan tanishib chiqing. Birinchi qadam bu yuklama va quvvatni aniqlang. Sex, invertor, motor yoki generator. Ikkinchi qadam tokni hisoblang. 3 faza uchun tegishli formula bor. Masalan, 100 kW invertor oladigan bo'lsangiz, kosinus 0.9 dan desak, 160 amper. Demak, bu joyda MCB emas, kamida 160 yoki 200 amper atrofidagi MCCB avtomat kerak bo'ladi. Uchinchi qadam kabelni himoya prinsipi. Avtomat qurilmani emas, birinchi navbatda kabelni himoya qiladi. Shuning uchun avtomat nominal toki kabel ko'tara oladigan tokdan oshib ketmasligi zarur. To'rtinchi qadam tok ko'tara olish qobiliyati, ya'ni kiloamperi. Transformatorga yaqin bo'lsangiz, S yoki H segmentni tanlanadi. 5-qadam selektivlik. Kirishda MCCB, pastda MCB. Aks holda kichkina avariya ham kirishni urib, butun obyektni o'chiradi. Agar selektivlik muhim bo'ladigan bo'lsa, EKM8 da yoki EKM8G modellari qulayroq. Xulosa qilib aytganda, MCCB bu nafaqat avtomat, balki sizning katta loyihangiz xavfsizlik kafolatidir. Etek elektrik mahsulotlari xalqaro IEC 60947/2 standartlariga to'liq javob beradi. Sifatsiz qurilma o'rniga bir marta ishonchli brendni tanlash elektr tizimini yong'in va talafotlardan asraydi. Barcha mahsulotlar haqida ma'lumotlarni elkab.uz saytidan olishingiz yoki video ostidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Do'stlar, video foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Sog', salomat bo'ling. Vaqt bebaho. Vaqtingizni foydali ishlarga sarflang.